4 ga 3 sxemasida ekilgan mana. O'zimizning местный bahor gilos bo'ladi. 28-aprel kungi holati. 3-terimga tayyor. Sxemasi mana 4 ga 3. Ko'rib qo'yinglar mana mevani. 100 ming so'mdan kiloga uzilyapti bu. Tanada mevani qaranglar. Bittadan laykni bossanglar bo'ladimi? Bog'da kattalashtirish toz keragi yo'q. Mana 4 ga 3 normal holatda esa. Bu yil bu gilos mana 4 yoshga kiryapti. Mevani qaranglar. Ko'rsatishimizdan maqsad ko'chatlarini ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar mana. Bugun 3-terimga tayyorgarlik. Bog' sxemasi 4 ga 3. Chaynatuvchisi ham bor buni. Mana kalibrni bitta ko'ringlar. Mana kalibr.